O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy rasklad qildirmoqchi bo'lganlar WhatsAppdan aloqaga chiqamiz. Energiya обмен qilish esingizdan chiqarmanglar o'rtoqlar. Sizlardan energiya обмен qilish. Tak, bu hafta, ya'ni bir haftalik rasklad ko'ramiz kartamda. Ketdik o'rtoqlar. Sizlardan hech narsa shart emas. Faqat meni diqqat bilan eshitasizlar. Tak, ketdik. Так, bu eslatib o'taman, bu общий расклад kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. Личный расклад WhatsAppdan qabul qilaman. Tak, o'rtoqlar, bu hafta ozgina partnyoringiz bilan DDDga borasiz, ya'ni urushib qolasiz, urush chiqyapti, ozgina siqilish chiqyapti. Bu ko'proq hozir aytaman 3, 6, 7 oydan tepadagi отношения, ya'ni 7 oydan u yog'iga отношениядek insonlarga tushadi. Bu aytib o'tganim. Ketdik keyingisi. Tak, o'rtoqlar, oramizda erga teggan ayollar bo'lsa, bu hafta hamila xabarini olasiz yoki hamila belgilarini bilasiz, ya'ni tabriklayman. Tak, o'rtoqlar, ishda ishlayotgan, ya'ni biror bir ishda ishlaydigan ayollarimiz bu hafta iloji bo'lsa, bilasizmi, mana ham bu zametka kartadan, ya'ni maslahat, ham bu rasklad chiqdi sizga. Sizdan katta расход bu hafta. Cho'ntagingizdan katta pul chiqarmang. Tamommi? Nima olmoqchi bo'lsangiz, keyingi hafta oling. Bu hafta katta расход qilmang. Tamommi? Tushuntira oldimmi? Yani bu hafta iyi hafta değil, paranız sadece gidecek. Şunun için bu hafta iloji boricha katta расход qilmang. Endi o'rtoqlar, bu hafta bilasizmi, sizni bir ayol dushman chiqyapti. O'sha ayol dushmaningizni siz bu hafta kimligini va asl basharasini bilib olasiz. Интересно, bu hafta zo'r bo'lar ekan. Dushmaningizni bilib olsangiz, o'zingiz uchun yaxshi. Xo'p, keyingisi o'rtoqlar. Bu hafta sizdan kimdir qarz so'raydi yoki shunga o'xshash narsa, ya'ni pulli narsa iloji bo'lsa, bu hafta pul ham qarz ham bermang, tamommi? O'rtoqlar, hozircha shular. Sog' bo'lamiz, salomat.